Isroil G'azoni yaqin kunlarda yakson qilmoqchi. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvir X ijtimoiy tarmog'ida shov-shuvli post joyladi. Qaror qabul qilish vaqti keldi. G'azoni yo'q qilish. Unda Isroil G'azoga keng ko'lamli hujum uyushtirishni rejalashtirayotganiga ishora qilingan. Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni kechagi sammitda Isroil hukumati tomonidan qon to'kishga intilishga qarshi aniq choralar ko'rilishini talab qilgan. Amir mamlakatining suverenitetini himoya qilishga qat'iy ekanini ta'kidlagan. U Isroilning G'azoga qilingan zarbalari genotsidga aylanganini aytgan va Tel Avivni muzokaralarni hiyla bilan qaytadan buzganlikda ayblagan. Urush faqat G'azoga emas, butun arab dunyosiga qarshi kechyapti, dedi Qatar amiri. Isroil armiyasi G'azo ichkarisiga kirib bormoqda. Oxirgi kunlarda shahar havodan qattiq bombardimon qilindi. Sahalning ta'kidlashicha, vayron qilingan binolar Hamas tomonidan ishlatilgan. Shundan so'ng piyoda qo'shinlar va tanklar kiritildi. Xabarlarga ko'ra, G'azoda hali ham 2,5 ming nafar Hamas jangchisi qolgan. Bu orada 100 minglab tinch aholi janubdagi gumanitar zonaga yo'l olmoqda. AQShning sobiq prezidenti Jo Bayden Oq uyni tark etgandan keyin kamtarona hayot kechirmoqda, deb yozadi Wall Street Journal. 82 yoshli siyosatchi yoshi, mashhurligining pasayishi va kompaniyalarning uni pulli chiqishlarga taklif qilishni istamasligi tufayli boshqa sobiq prezidentlarning daromadlari darajasiga erisha olmayapti. Baydenning asosiy daromadi memuarlar uchun 10 million dollarlik gonorar va yillik 416 ming dollarlik pensiya hisobiga shakllanadi. Pulli chiqishlar 300-500 ming dollar keltiradi, lekin takliflar juda kam. Taqqoslash uchun Barak va Mishel Obamalar o'z xotiralari uchun 60 million dollar olgan. Telefondan eng kam foydalanadigan davlatlar reytingi tuzib chiqildi. 2024-yilda Yaponiyada odamlar bir kunda o'rtacha 1 soat 47 daqiqa vaqtini telefonga sarflagan va bu dunyodagi eng yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Dunyodagi odamlar har kuni telefonida o'rtacha 4 soat 37 daqiqa vaqt o'tkazadi. Shuningdek, har bir kishi kuniga o'rta hisobda 58 marta telefonini tekshiradi. Ganaliklar har kuni telefonida eng ko'p vaqt 5 soat 43 daqiqa sarflaydigan xalq hisoblanar ekan. Dunyoning eng boy odamlardan biri bo'lgan Jeff Bezos o'zining Beverly Hillsdagi villasini 165 million dollarlik jonli devor bilan o'rab chiqdi. Uning balandligi Los Angeles qonunchiligiga to'g'ri keladigan 1 metrlik chegaradan baland. Ammo Amazon asoschisi buning ham yo'lini topgan. U ushbu devorni buzmagani uchun yiliga 12 ming dollar jarima to'laydi. Devor uning shaxsiy hayotini paparazzi, ya'ni fotoreportyorlardan himoya qilish uchun barpo etilgan. Eslatib o'tamiz, Bezos 1994-yilda hozirda jahonning eng yirik internet kompaniyalaridan biri bo'lmish Amazonga asos solgan. 2024-yil holatiga ko'ra milliarderning boyligi 200 milliard dollarni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich bilan u Tesla X ijtimoiy tarmog'i egasi Elon Muskni ortda qoldirgan. Elonning boyligi 198 milliard dollarni tashkil etadi. Bezos va Muskdan keyin 3-o'rinni mashhur hashamatli tovarlar ishlab chiqaruvchi fransuz transmilliy kompaniya egasi Bernard Arnault egalladi. Uning boyligi 197 milliard dollar. 4-o'rinda Meta rahbari Mark Zuckerberg 179 milliard dollar bilan, 5-o'rinda esa Bill Gates 150 milliard dollar bilan keltirilgan. Qozog'istonda bloger do'stlari bilan garov o'ynab tashlandi qabristonda tobut ichida bir kecha qolmoqchi bo'ldi, ammo ertasi kuni tobutdan uning o'ligi chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, blogerlar o'zaro kelishgan holda obunachilarni ko'paytirishni maqsad qilganlar. Shartga ko'ra, bloger yigit 24 soat davomida qabr ichida bir o'zi yotishi kerak bo'lgan. Do'stlari uni ko'mib ketishgan, ammo undan 24 soat ichida hech kim xabar olmagan. Vaqt bo'lib tobutni ochishganida tobut qopqog'i tirnalgan va bloger o'lgan edi. Ammo u telefoniga yozib qoldirgan video butun dunyoni shokka soldi. Meni bu yerda yolg'iz qoldirdingiz. Endi qutqaringlar. Bu yerda havo qolmadi. Agar tirik qolsam, blogerlikni tark etaman, degan edi u. Ma'lum bo'lishicha, blogerga nafas olish uchun tuynik qoldirishmagan va u havo yetishmasligidan vafot etgan.
Qozoq xalqining urf-odati endi jinoyatga tenglashtirildi. Qozog'istonda 16 sentyabrdan boshlab turmushga chiqishga majburlaganlik uchun jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vazirligi xabar bergan. Turmushga majburlaganlik uchun jarima, axloq tuzatish yoki jamoat ishlari, ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum etish shaklida jazo belgilangan. Ma'lumot uchun, Qozog'istonda qiz o'g'irlash qadimdan mavjud bo'lgan urf-odatlardan biri hisoblanadi. Bunda yigit va uning qarindoshlari yoki do'stlari kelishilgan yoki ba'zan kelishilmagan holda bo'lajak kelinni olib qochadi. Bu urfning ikki xil ko'rinishi mavjud. Xususan, kelishilgan, ya'ni rozilik asosida o'g'irlash. Qiz va yigit bir-birini sevib qolganida, ota-onasining qarshiligi yoki boshqa to'siqlar sababli o'g'irlash shaklida nikoh quriladi. Bunday holatlarda ko'proq ramziy ma'no bo'lib, keyinchalik tomonlar kelishib to'y o'tkaziladi. Kelishilmagan, ya'ni zo'rlik asosida o'g'irlash qizning roziligisiz olib qochishdir. Bu shakl zo'ravonlik va majburiy nikoh hisoblanadi. Shuning uchun so'nggi yillarda Qozog'iston hukumati va huquq tashkilotlari qizlarni majburan o'g'irlashga qarshi kurashni kuchaytirgan. Mamlakatimizdagi eng keksa fuqaro 130 yoshda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan Buvayda tumani adliya bo'limi xodimlari tomonidan tumanning Qoraqum mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilgan xatlovlarda 1895-yilda tug'ilgan Umarova Huvaydo momoning tug'ilishi qayd etilmaganligi aniqlandi. Buvayda tumani adliya bo'limi tomonidan kiritilgan da'vo ariza qanoatlantirilib, fuqarolik ishlari bo'yicha Qo'qon tumanlararo sudining Buvayda tumani Qoraqum MFYda o'tkazgan sayyor sud majlisida Huvaydo momoning 1895-yil 1-yanvarda Buvayda tumanida tug'ilganlik fakti belgilandi. Ma'lumot uchun, momoning 130 yoshda ekanligini isbotlovchi fakt yo'q edi. Ana endi rasman Umarova Huvaydo momo O'zbekistondagi eng yoshi ulug' inson sifatida qayd etildi. Uning farzandlari olamdan o'tgan, nabiralari qarib qolgan. Huvaydo momo Guinness rekordlar kitobiga dunyodagi eng yoshi ulug' inson sifatida ham kiritilishi mumkinligi aytilmoqda.